Akalar Tomnesidan emas so'raganlar bor edi. So'raganlar uchun 2024-yil kraskalar 100% toza, holatlari ham zo'r holatligini olib kelib qo'ydik. Salon holatlari ham zo'r bo'lib turibdi. Mana bunaqa yaxshi qimmat chexollargacha taqib qo'yilgan, Malibu barlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Salon holatlari idealniy bo'lib turibdi. Patologlari qoraytirib, apshipga qilib qo'yilgan. Probegi 82 ming kilometr bo'libdi. Evokor poliklar linoleumlargacha solib qo'yilgan, apshipkalari ham mashina to'liq variantda shumizolyatsiyalargacha qilib qo'yilgan, pollarigacha shumka bo'lgan, yurishlari okalar kopton mashinani okalar, eshiklarigacha ligirovka qilingan, bitta barmoqda yopiladi. Balonlari ham yangi balonlar, kraskalari uchib ketmagan hali kraskalari bilan turibdi. Bagaj holatlari ham zo'r holatda bo'lib turibdi, panellari ham idealniy, kraskalari uchib ketmagan, salonlari aytganimdek zo'r bo'lib turibdi. Mashina to'liq variantda okalar aytganimdek shumka bo'lgan, yurishlari kopton chuqurlarni sezmaydi, maza haydaysiz. Salon orqa oynalari qoraytirib, tonirovka qilib qo'yilgan, oldi oyna, oldi laboylarga so'nsachda qilib qo'yilgan, gerpi laboylargacha taqib qo'yilgan, oldi faralari qoraytirib, iris ablisovkalargacha taqib qo'yilgan. Aytganimdek kraskasi 100% toza, propan gazlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Mashinaning yurishida hech qanaqa ayblari yo'q okalar. Xohlagan ustunlarni olib kelib, ko'rsatib, haydab, bemalol baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Shu tayyor 2024-yil kraskalar top-toza damasimizni $5900 bo'lsa berib yuboramiz.